Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga shunday bir duo o'rgatdiki, hozirgi zamonamizga, hozirgi holatimizga tushadigan ayni muddao duolardan bir duodir. Duoni Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Imom Tabaroniy o'zining kitoblarida keltirgan duo quyidagicha: Allohumma inni a'uzubika min jaris su'i va min zawjin nushayyibun qabla al-mashib va min waladi yakuna alayya robba. Ya'ni ey Allohim, menga yomon qo'shnidan, ozor beradigan qo'shnidan o'zingdan panoh so'rayman. Meni qaratadigan, meni qiynaydigan juftdan o'zingdan panoh so'rayman. Menga ozor beradigan, meni azoblaydigan farzanddan o'zingdan panoh so'rayman. Va meni borligimni berkitib, yo'qligimni oshkor qiladigan do'stdan, meni orqamdan gapiradigan do'stdan, meni orqamdan qiynaydigan do'stdan o'zingdan panoh so'rayman deb duo qildilar. Mana bu duoni yodlab, mana bu duoga amal qilib, yaqinlarimizga yuborib qo'yishligimiz inshaalloh o'zimizga ham jamiyatimizga ham foyda bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.